Mana shunday kun o'zganing sezuymiz, oy o'zganing sezuymiz. Do'stlar bilan eshiklar uchrashuvlarda vaqt davomiymiz kebek tuğanlarını ko'rganda hatto atiyelarimizni daftarlarimizga o'sha o'zimizning turmush mashaqqatlari bilan unutib jibarmaymiz ekan degan so'rov tug'ilmagan qayg'urdi. Uni birgina so'rov bilasizlar uchun zallar barlar endi buni atiyetlari bugungi kunda esen bo'lgan ham Allah chetda yashagan bizlar bordir. Shunga ko'ra kun sayin kimdagi kun sayin hozir bitim karasli telefonlar bilan shaltiratib, ani esa tegishli hallarni kunda shaltiratib bilib turishlar bor ekan. Bo'lsa, ko'tarilganlar qo'llarimizni bor ekan, Allohga shukr, bor ekan. Belki kimdir kun Allah shaltiratadir, kim otnalardir qo'yib hallarini bilib bitirganda mumkin bir g'ayib yo'q. Ama lakin mümkün bo'lganda ularning biz endi isen vaqtda har birisinin de hani yeksati ishi qillarni o'zingizning tovushimizni eshittirsangiz, mana Allohga shunlarga qadrli minutlar bo'lmasqa mumkin. Shunga ko'ra Allohga shukr men zalda o'tirgan adik kishilarga bag'ishlab ketishim kelar. Rim Hasanovning lekdan yozgan ham mening yaratgan joylarimning birisi kishir meni Andrey G'afuriyat.